Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli jamoat, qanday yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Maşallah, mana peshinda o'qib masjidda o'tiruvdim. Ikkita yosh bola keldi-da, kelib, mana uzuvni onalarimiz berib deb qo'limga berib ketishdi. G'azo ahliga ekan dedi. Shunday onalar bor ekan. Xudo xolasa shunday onalarimiz bor ekan, kelajagimiz bor, alhamdulillah. Shunday himmati baland onalardan himmati baland farzandlar chiqadi. Diniga, el yurtga xizmat qiladigan, islom uchun jang kuyinadigan farzandlar chiqadi inshaalloh. Mana eng ulug' masjidlardan biri Masjidil Haram bo'lsa, ikkinchisi Payg'ambar alayhissalomning masjidi. Uchinchi bo'ladigan bo'lsa bu Falastindagi Baytul Maqdis. Bu Falastin ahlining g'ami emas, butun dunyoda g'ami bo'lishi kerak bu Baytul Maqdis, birodarlar. Rahmat shu onalarimizdan, Alloh rozi bo'lgan bo'lsin. Shunday himmati katta ayollarimiz bor ekan. Shu kungaday bilmadim, endi bilyapmiz shekiliga. Bunchalik himmatlik onalarimiz borligini. Onalar eng ulug' odamlar ekan baribir, mashalloh.